Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Avval o'zingizni bir tanishtirib o'tamisiz? Men Ömer Abdulahad, tug'ilgan yerim Xotan, Lopikatda. Siz chet elga chiqqili qanchalik bo'ldi? 3 yil oldu. Sizning vatanda qarindoshlaringiz, ota-onangiz bormi? Hammasi vatanda qoldi. 3 tuqqanim ishada. Unda bo'lsa, o vatandagi qarindoshlaringizdan xabar ola oldingizmi? Yo'q, 2017dan buyon ololmadim. 2 yilning yoqi xabar ololmadingizmi? Eng oxirgi qatim olgan xabaringiz orqali kimlarningki turmuga yoki lagerga kimlarningki nada ekanligidan ozdir ko'p xabar topganmidingiz? Dadam bilan dadamning fuqsiniki turmaga kirib ketganligini anglagandim. Ondan başka xabar bilmayman. Yine 2 yilning oldida olgan xabaringizda aslında atangiz bilan shu atangizning inisini turmaga olganlardan xabar topgansizmi? Dadamni 10 yil, dadamning fuqsini 5 yil keskindan anglagan. Ammo 2 yilning yoqi hech xabar olmaganligingiz uchun qolgan qarindoshlaringizning nada lagerdimi yoki turmada ekanligini bilmaysiz, shunami? Xo'sh, sizningki oxirda shu ekran oldidagi qarindoshlaringizga deydigan yurak so'zingiz bormi? Ekran oldidagi qarindoshlarimga deydigan yurak so'zim bo'lsa, biz shu guvohlik berish bilan shu ish bo'lmasa, ozroq odamlar bo'lsa-mu, xabar topsa, shu ustimizga tushgan zulmdan qutulish uchun inshaalloh guvohlik beryapmiz. Sizlarga biringlar qarindoshlar. Bu uni qilsam akib ketamiki, buni qilsam turma chanib o'tamiki, o'ldirib o'tamiki degan gaplarni qilgan to'q. Hammaga hozir hammamizning ota-onasi digiday turmada, tuqqanlar turmada. Shundan qo'rqish yo'q. Shunga sizlar kelib guvohlik bergan bo'lsanglar. Rahmat, Alloh razı olsun.